Yerda kechadan boshlangan magnit bo'ronlari bugundan eng yuqori cho'qqiga chiqa boshladi. Mutaxassislar sayyoraga uzoq davom etadigan magnit bo'roni yopirilganini ma'lum qildi. Shuni alohida eslatib o'tish joizki, u yil oxirigacha davom etadi. Bugundan 26-dekabrgacha kuchli magnit bo'ronlari kuzatiladi. 27-dekabrdan 29-dekabrgacha esa biroz pasayadi. Uning eng yuqori cho'qqisi 30-dekabr kuni kuzatilishi kutilmoqda. Faqat yangi yil kirib kelishi arafasidagina susayadi. Zamonuz magnit bo'ronlaridan himoyalanish uchun mutaxassislarning quyidagi tavsiyalarini eslatib o'tadi. Yog'li, achchiq ovqatlarni iste'mol qilmaslik, jismoniy faollikni kamaytirish, shuningdek, spirtli va energetik ichimliklardan voz kechish muhimdir. Ba'zi insonlarda qon bosimining tushishi yoki ko'tarilish holatlari kuzatilishi mumkin. Qolaversa, asab tizimi bilan bog'liq muammosi bor insonlarda gormon ishlab chiqarilishining kuchayishi, asabiylik, holsizlik hamda reaksiyaning susayishi yoki kuchayish belgilari kuzatilishi mumkin.